Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi darsimiz Excel dasturini o'rnatish. Ya'ni Excel dasturini o'rnatish uchun avvalo kompyuterimizda Excel dasturi o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganligini bilib olishimiz kerak. Demak, ko'rib turibmiz, mana Excel dasturi o'rnatilgan. Bu zinachka Excel dasturini belgisi. Ya'ni kursorni oldiga olib boradigan bo'lsam, Microsoft Excel tipiga kiradi deb ko'rsatib turibdi. Bunisi Word, Microsoft kompaniyasining mahsulotlari. Demak, biz oldin Microsoft kompaniyasining mahsulotlari haqida ham bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni Excel dasturi Microsoft kompaniyasining Microsoft Office dasturlari va uni paketlari ichida Excel dasturi jadvallari bilan ishlovchi paketi hisoblanadi. Demak, kompyuterimizga Excel dasturi o'rnatilgan. Shunday bo'lsa, kompyuterimizda Excel dasturini o'chirib boshqatdan o'rnatishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni men sizlarga kerak bo'lishi uchun Excel dasturini o'rnatishga zarur bo'lishi uchun Microsoft Office dasturini ko'chirib qo'ydim, tayyor qilib. Ya'ni Microsoft Excel dasturi, ya'ni Microsoft Office deb nomlaymiz. Microsoft Office dasturi, sizning kompyuteringizda agar Microsoft Office dasturi 2010 va undan yuqori versiyada bo'ladigan bo'lsa, demak siz bu Office dasturini o'chirmasdan ishlasangiz bo'laveradi. Hozirgi kunda Microsoft Windows, Microsoft kompaniyasining mahsulotlari Windows 10, Windows 11 juda ko'pchilikda shunaqa holat, ya'ni internetga kirish uchun shunday ishlatilyapti. Bulardan Microsoft Office dasturi 2010-versiyasidan 2012, 2016, 2019, 2020, 2021 shunaqa versiyalar chiqqan. Bulardan biz o'zimizga 10 va 21-versiyalarini o'chirib oldik. Sizlarga zarur bo'ladigan bo'lsa, buni Telegram kanaldan yoki Google'dan qanday ko'chirishni ko'rsatib o'taman. Bu qanday versiyalar? Microsoft Office dasturi pulli dastur hisoblanadi. Windows ham shunaqa. O'z navbatida pulli dastur bo'lganligi sababli buni, ya'ni hakkerlar yoki boshqa dasturchilar tomonidan bepulli versiyasini qilib, shunday paketlab, предложение ko'rinishiga keltirib yoki ISO formatda o'rnagan ishlatiladigan holatga keltirib, alohida, misol uchun aktivatsiya kodlari bilan alohida, buni ichida o'zi plus degani ichida o'zi shunaqa holatga keltirilgan shunaqa dasturlarni topib tortib olishimiz kerak. Ya'ni bepul qilingan versiyalarni tortib olishimiz kerak. Endi avvalo kompyuterimizda Office dasturini qanday o'chirishni sizlarga o'rgataman. Mana kompyuterga 2 marta bosamiz. Bu yerdan mana boshida kompyuter holatida turibdi. Удаление изменений programma degan bo'limga o'tamiz. Bu bo'limga o'tganimizda o'rnatilgan programmalar qidirishingiz mumkin deyapti. Bu yerdan ko'rib chiqamiz. Tanish dasturlar, Anydisk, printer, Strike o'rnatib qo'yishibdi. Demak, ko'rib o'tamiz. Bizga Microsoft Office dasturi. Ya'ni Office dasturini hozir biz sizlar bilan o'chirib olib, keyin yangitdan qanday o'rnatishni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, mana topdik. Microsoft Office Professional 2020 yil. Bunga bosamiz ustiga va Удалить tugmasini bosamiz. Удалitga bosamiz. Ya'ni siz kompyuteringizdan uni o'chirmoqchimisiz deyapti. Удалить tugmasini bosamiz. Videoni pauza qilib turaman bu yerda. Bu vaqt talab qiladi ozgina. Demak, davom etamiz. Biz Office dasturini o'chirib oldik. Bu o'chirganligimizda yana qayerdan bilishimiz mumkin? Ust tugmasiga bosib Excel yoki WinR deymiz. Bayroqcha Windows belgisi hamda R harfini bosish orqali Excel deb bosadigan bo'lsak, Excel dasturi sizga yo'q deb qaytaradi.
Demak, endi dasturda o'rnatishni boshlaymiz. Ya'ni biz o'zimizni papkamizda Microsoft Office dasturini 2010 versiyasini o'rnatish juda ham oson. Ustiga bir marta bosasiz, Enter tugmasini o'ng tomonini bosib, открытga bosib, ozgina kutib turasiz. O'zi o'rnab bo'ladi. Avtomatik o'rnab qoladi. Keyin ana shu yerda navbat stolda Word, Excel paydo bo'lib qoladi. Bu shunaqa qilingan versiyasi. Keyin uni ham aktivatsiya chiqib ketadi. Aktivatsiya qilish ularda YouTubedan ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Demak, biz 21-versiyasini o'rnatamiz. Demak, bu 21-versiyasi 2 marta bosamiz. Xo'p, bosganimizdan so'ng demak, avtoron buyrug'ini ochamiz. Yo'q, undan oldin bir ish qilamiz. Ya'ni ushbu versiyalar, ya'ni kreklar ochilganda o'chib ketib qoladi. Nimani hisobiga yo'qolib qoladi? O'chib ketgan hisoblanadi. Bu nimani hisobiga bo'ladi? Bizning dasturimiz ya'ni krek qilingan, ya'ni o'g'rincha yo'l bilan shunaqa desak ham bo'ladi, qilinganligi sababli antivirus dasturimiz bu dasturlar ro'yxatdan o'tmaganligi, antivirusimiz shunga qarshi ishlaydi, buni o'chirib yuboradi, buni to'liq programma deb ko'rmaydi. Windows'niki bo'lganligi uchun shuni sababli antivirus dasturimizni o'chirib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Antivirus dasturimizni qanday o'chiramiz? Bu joydan yoki bir ish qilamiz. Antivirus dasturimiz qani? Antivirus dasturimizni shu joydan qidiradigan bo'lsak, standart. Demaslikka kelinglar, yana ham osonroq usuli. Hop. Bayroqcha hamda i harfini bosaman. Bu orqali biz panel upravleniya parametr bo'limiga kirdik. Bu yerdan обновление и безопасность degan bo'limga bosaman. Ya'ni безопасность degan bo'limga bosdim. Bosganimdan so'ng endi безопасность Windows degan bo'lim bor. Windows безопасность degan bo'limga bosdim. Защита и virus угрозы bu bo'limga bosaman. Ya'ni безопасность Windows Defender ishga tushdi. Endi buni o'chirish uchun virus uгрозы bo'limiga bosdim. Shu bo'limda mana hammasini защита rejim, real o'chirish, boshqa holatlar, avtomatik o'chirish, podдержкаlarni o'chirish, hamma bo'limlarni, fechkalarni tushirib отключить qilib chiqaman. Bu yerda bossam yonadi, bitta bossam o'chadi. O'chish holatiga keltirib chiqaman. Endi chiqib ketgan holatimda biz faylga ikki marta bosib, avtoron tugmasini ishga tushiramiz. Demak, avtoron tugmasini ochdik. Microsoft Office dasturining 20-versiyasi sunuka qilish holatida turibdi. Bu yerda mana Office Professional 21, Word, Excel, PowerPoint, agar kimga access kerak bo'lsa, Access, OneNote, Outlook, Publish tugmalarini bosib belgilab qo'yish mumkin. Bu tomonda yana Microsoft Office dasturi qo'shimcha programmalar, Visual Pro va shu dasturlar bilan integratsiya bo'ladigan holati. Bu rus tilida holatda turaveradi. Bu holatda aktivatsiyasi ham turadi. Mana tugmasini bosamiz. Ya'ni ruscha versiyasini o'rnatyapmiz. Dasturlar o'rnashni boshladi. Videoni pauza qilib turaman. Bu ham avtomatik o'zi o'rnaydi. Ushbu holatda helperimiz hop
dasturi oxiriga yetmashi mumkin tunda. Bu muammo emas. Ozgina o'rnatib bo'lgandan so'ng ham ozgina kutib turasiz, 10-15 daqiqa. Yo'qolsa yo'qoldi, yo'qolmasa bitta перезагрузка berasiz kompyuterga, ishlasangiz bo'ladi. Asosiysi mana pastda Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint paketlari o'rnatilyapti. Demak, pauza olib turamiz. Davom etamiz. Demak, mana уже готов. Office установка bo'ldi. Zaklit tugmasini bosamiz. Avtomatik shu buyrug'imiz ham chiqib oldi. Ya'ni aktivatsiya ham o'zi aslida bu bo'ldi. Agar aktivatsiya yana bir qator bosaveradiganlar bo'lsa, mana shu aktivatsiya tugmasini bir marta bosiladi, ozgina kutib turiladi. Mana shu holat ochiladi. Mehnat qilib chiqib ketamiz. Demak, bizning ofisimiz mana o'z o'rniga yana qaytib tushdi, ya'ni ofis dasturi o'rnatildi. Buni bilish uchun WinR tugmasini bosamiz, eng sodda usulda Excel deb yozamiz, Enter tugmasini bosamiz. Bosganimizda demak uchetimiz tabsga o'tamiz. Mana aktivatsiya qilingan Microsoft Office Professional 2021-versiyasi o'rnatilgan. Bu joydan update qilish tavsiya bermayman. Dastur update qiladigan bo'lsa, kuluvchilar chiqib ketadi, litsenziyadan chiqib ketadi. Shuning uchun update qilmasdan bepul versiya ishlatganingizdan keyin update qilmasdan ishlatasiz. Demak, Office dasturimizni ochdik. Pustokniga hamma bo'limlar ochiq. Word ham o'rnatish bilan birga demak darsimizni yakunlasak